O vodiyliklar, mana Cobalt puliga absolyutni toza motor ходовой korobka holatlarida umuman ishi yo'q. Propan ballonlarigacha o'rnatib qo'yilgan 2023-yil ishlab chiqarilgan Onyx Premier 1. Qop-qora rangda kraskalariga keladigan bo'lsak, bitta kapotda, yon kriloda hamda eshigida kraskasi bor. Qolgan joyi absolyutni toza motor ходовой korobka holatlarida umuman ishi yo'q. Propan ballonlarigacha o'rnatib qo'yilgan. Ballon holatlariga bir baho berib qo'yamiz. Yumshoq ballonlar o'rnatilgan. Salon holatlariga ham bir e'tibor berib qo'yamiz. Kuzov holatlariga ham bir e'tibor berib qo'yamiz. Ushbu 2023-yil ishlab chiqarilgan 12simiz Premier pozitsiyada arzimagan Cobalt narxiga $12,500 bosib yuboradigan joyi. Bizga a'zo bo'lib qo'ying hamda like va podpiskani bosish esdan chiqmasin do'stlar.